Nech pulda olasiz? Shuncha qizlar rozi qilyapsiz, meni ham rozi qilasiz. Ya sizni rozi qilamiz, avvalambor sizni rozi qilmasak bo'lmaydi. Telefon narxini aytsangiz yaxshi bo'lardi. 700. 700? Bu ekrandan xabaringiz bor, chil-chillayotgandan. Hech narsa qilmaydi, o'zi alishtirib olasiz. Hazillashyapsizmi siz? 700 bering. Bu 13 max-da bu. Bilaman. Bu 300 beraman. Voy nima deyapsiz? Ha, nima deyapman? Bu yerdan topib olmaganman, telefonimni men. Qayerdan olgansiz unda? Sotib olganman. Korobkasi qani? Korobkasi yo'q. O'g'irlaganmisiz? Ha, o'g'irlab olganman, 5 korobka 700. Mana qarang, realni nech pul qilib berasiz? Realni narxini ayting. Oxiri 600. 400 beraman, bo'ladimi ekraniga? Yo'q, 600. Siz yomon hazillashar ekansiz, seryozni turib. Xo'p, sizniki ham emas, meniki ham emas. 500 bering. Yo'q, siz telefonni sponi yoqib keling, yo bu yo cho'tki narx qilib beraman, u bu dedingiz. Xo'p, iPhone narxini o'zingiz bilasiz-ku, Man- mendan ko'ra yaxshiroq. Hop, siz nima narxi deb o'yladingiz? O'zimni narxim emas har holda, olavering. Voy, sal chiroyli gaplashavering. Asabim sal buzilib turibdi o'zi. 400 bo'ladimi? Yo'q, Ha. 500. 400 bo'lsa ketdi, sal nariroq. 500. Mana odam ko'plik qilyapti-da, yo siz bilan